Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari hamda kanalimiz kuzatuvchilaridan qadrdon aka-ukalar. Xudo xolasa mana ko'p turganlaringdek begumslarimizni elashda yig'ishtirish boshlaganmiz mana. Xudo xolasa ko'rishlari mumkin. Mana bir yil mobaynida yegizilgan mana go'nglarimiz Xudo xolasa mana 100% begumsga aylandi mana. Mana toshni boshlaganmiz. Xudo xolasa mana birinchi beraktirimiz Xudo xolasa bo'ldi. Mana endi qolganlarini sekin-sekin mana elashda, toshishda boshladik. Xudo xolasa. Chuvalchanglarni ajratib olganmiz. Mana har doimgidek yo'llarga gun tashlangan. Xudo xolasa chuvalchanglari o'ta bo'ldi. Mana ko'rishlari mumkin. Qatar chuvalchanglarni ko'rsatib ketamiz o'tganlarini. Xudo xolasa mana bismillah. Mana mashalloh, qaranglar. Mana chuvalchanglar. Mana chuvalchanglar. Mana chuvalchanglar. Voy. Mana mana chuvalchanglar g'ijja bo'lyapti mana. Mashalloh. Go'shtga o'xshab. Mana chuvalchanglar qaranglar. Mana 100% o'tib bo'lgan. Mana qolgan begumslar. Mana ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa chekkadan yana go'ngini solishni boshladik. Ajra bo'lgan chuvalchanglariga ozuqalarni mana go'nglarimiz chiqyapti, olib kelyapmiz. Mana qo'ni-qo'shnilar chiqaveradi o'zi bilib go'ngni. Ularga yo'qolgani foyda, bizga ozuqasi foyda. Mana kelishilgan holda qo'shnilar bilan sekin ishlayapmiz. Mana minutdan ham qo'shnimizni birama go'ng chiqadi mana. Sekin olib chuvalchanglarga berib boramiz. Mana go'ngni mana toshni boshladik, Xudo xolasa. Mana shu ajragan chuvalchanglariga sekin bir qatordan tashlab chiqaveradi. Xudo xolasa bir yildan keyinga yana shu mavsumga Xudo xolasa nasib qilsa yana begumslarni yig'ishtiraveramiz. Mana yangilashni boshladik. Olib begumslarimiz Xudo xolasa naval holatda aloqa chiqaverasizlar. Kelishilgan holda qilib beramiz. Narxlarini tonnaga arzon narxlarda qilib 1,5 so'mdan qilib beramiz. Chuvalchanglarimiz 1,200,000 so'mdan 1 kvadrati 2 banan karobkada bo'ladi. Chuvalchanglarimizni butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Kvadratini kelishamiz, Xudo xolasa. Ko'proq olganga arzon narxlarda bonuslar bilan qilib beramiz. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.